70 dollarga shu skuterni xarid qilsanglar bo'ladi. Eng qizig'i tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Chertib olib ketsanglar bo'ladi. Xohlasanglar litionni akkumulyatorda qilib beramiz. Xohlasanglar gel va akkumulyatorlarda qilib beramiz akalar mana. Skuterni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Qizil Redline diskada oldi va orqa tormozlari jitqisli bo'ladi. Dizaynlari ham juda ham chiroyli. Buni ledlarida ham faralari bor, yonadi. Поворот ko'rsanglar bo'ladi. 3 ta skorost, fara, дальний ближний, signal ikki tarafda, avarinka, plus hamma narsa bor. Tabloda tezlik, kilometr, zaryadka ko'rsatib turadi. Qo'shimchasiga telefon postavkasi ham bor akalar, mana ko'rsanglar bo'ladi. Qo'yilmagan. Telefoninglarni bemalol zaryadka qilib ketsanglar bo'ladi. Masofadan boshqarish uchun pultlari ham bor, NFC kartalari ham bor. Juda ham qulayliklari ko'p akalar. Orqada sondalari ham bor mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Dastachiga ham juda ham bob. Mana litionni akkumulyatorni agar ikkita qo'yadigan bo'lsanglar, bu 60 ga 30 amperligi ikkita qo'yadigan bo'lsanglar, 150 kilometr masofani bemalol bosib o'tadi. Mana oldi tormozlariga bitta baho bersanglar bo'ladi. Tishlari ham ancha-munchaga, mana balon tishlari ancha-munchaga yilib ketmaydi mana. Juda ham baquvvat. Oldi faralarini qaranglar. Juda ham chiroyli. Xo'p, 150 kilodan 180 kilogacha yuk ko'taradi. Xo'p, akkumulyator 32 lik ham tushadi, 20 amperlik ham tushadi. Xullas, 5 ta 32 lik qo'ysanglar ham bo'ladi, 5 ta 20 amperlik qo'ysanglar ham bo'ladi, 2 ta litionni qo'ysanglar ham bo'ladi. Xullas, sizlar xohlagan kilometrda skuterimizni qilib bera olamiz akalar. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. To'liq ma'lumotni shu telefon raqamlariga telefon qilib bilib olsanglar bo'ladi akalar. 70 dollarga. Naqd pulga xarid qilmoqchi bo'lsalar ham naqd pulga ham chiqarib beramiz. Bo'lib to'lashga ham 70 dollardan oyiga chiqadi akalar. Mana.